Ya mana unaqamni kim oldi? Mana uni sana qilaman deb oluvdi. Ya o'zingni unaqang yo'q bola. Ana anaqa qildim-da. Mayli iftorlikka ular aytdingmi? Ananing vaqti yo'q ekan. Mana o'zining bugun anasi bor ekan. Ana bo'pti-da. Ozgina unaqa qilib qizim. Ha. Bo'pti, dasturxonga olib kelgan kalbasa-palbasalarni unaqa qilib turib qilaring. Olib kelgan hamma narsangizni ochib, anangiz chiqib yotibdi. Dada, anavni nima qilamiz shunda? Ya hali unaqa qilmadilaringmi? Siz uni bizga anavni qidimadingiz-ku? Ya men unaqa qil deyishim shartmi? O'zingizlardan bilib unaqa qilib tashlashim bo'lmaydimi, bola? Aytdim men senga o'sha anov qilaylik dedim. Ana nima qilding? Anavni tagiga kiruvdim. Ana unaqa tegibdi. Yangi kiyimni anaqasini chiqardi. Bo'ldi, onangga ayt, anaqasi bor, anaqasidan qilsa anaqalar ketadi. Nima edi uning ismi? Ana nima edi? Ha, ana mana babi. Oq kiyimlarni anaqasini chiqaryapti. Allergiyasi borlarni anaqasini chaqirmayapti. 100% Germaniyani xomashosida anaqa qilingan ekan-da bu. Vo, anaqa ekanda. Ozgina anaqa qilib tara qizim. Qo'shni, bir oy oldin qarz oluvdingiz, bering endi kerak bo'lyapti-ya. Ha, sizlar anavni qo'yladinglar-ku, ha? Qo'shni bir oy oldin anav oluvdingiz, anav qiling endi, anav bo'lyapti o'zimga ham. Ozgina aniq qilib tur endi. Biron joyga aniq qilib ketayotganimiz yo'q-ku. Anav qilmay, qo'shni anavingizga siqsa anav qiling-da. Og'zingga qarab aniq qilgan, anonimdan ketmasan. Bitta urib anoningni chiqarib qo'yaman. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim. Uzr, singlim tegib ketdi. Ko'ziga qarab yursangiz bo'lmaydimi? Voy. Tavba qildim, o'zi shikolat ekansiz, lekin shikolat olib nima qilasiz, yaxshi qiz? Yanasizmi? Ha? Yaxshi ish qilmayapsiz lekin. Voy. O'zim bilaman nima qotganimni. Bo'yingiz yetmasa nima qilasiz balandorga osilib? Mana shunidi. Men sizga yana bir marta aytaman, yaxshi ish qilmayapsiz. Lekin chiroyli qiz ekansiz. Voy, sizni bolangiz ham bormi, taglik olyapsiz? Jiyanimga bu. Ha, qanaqa taglik bu? Mono tagligi sifat yaxshi bo'lgani uchun, kechlik besti bo'lmayotgani uchun shuni ishlatamiz. Ha, o'zingiz rosa chiroyli qiz ekansiz, nomeringizni bera olmaysizmi, bola? Yaxshi ish qilmayapsiz lekin. Voy, o'zim bilaman nima ish qilishimni, nomeringizni bering. Bo'ldi, Dilbar o'rtog'imdan so'rang. Qaysi Dilbar aytyapsiz? Xotiningiz Dilbar. Sizga Dilbar o'rtoq bo'ladimi? Men sizga pochcha bo'lamanmi shunda? İkinci padachani bu oldi, uchinchi padachani tugadi. Ikkita padachada? Ya ikkita yutqizganmiz. Ne ikkita yutqizasan? Jinni, meni padachamni yutyapmiz, uni padachasida yutqizamiz, senikida yutqizamiz. Bo'ldi, mana sport bilan ko'rsatsin qani. Mana bitta sizlar oldinglar, bitta biz oldik. Desa, bu boshlandi, shu birinchi o'yinni ketdik. Xudo ko'rsatib qo'yadi. Yutding. Men yutaman.